Akalar yordaminglar kerak. Qatarda pasport, pul, hamma narsani yo'qotdim xullas. Yordam kerak. Pul menga hozir karta qo'yaman. Pul jo'natsanglar 1-2 kun bu yerda tirikchilik qilib, uyga qaytib olardim deb Louis Vuittonga kirib bir mana zo'r narsalarni sotib olayman. Trendda ekan-ku O'zbekistonda shunaqa narsalar qilish. Как раз men Diorga kiribman. Qatarda tramvayi. Mana bu shofyor o'tiradigan joy, lekin hech kim yo'q, ko'ryapsizlarmi? Mana shu kartani olasizlar. $2 evaziga ham tramvayga, ham metroga bir kun VIP yurasizlar. Aynan shu sistemani tushundinglar? $2 evaziga bir kun ertalabdan kechgacha qancha tramvayga minsangiz ham, qancha metroga minsangiz ham farqi yo'q. Shu sistemani O'zbekistonga kiritsak, taxmin 20 ming so'm evaziga xuddi shunaqa bo'lsa, bir kun bezlimitni qanaqa bo'lardi? O'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu muzeyda Qatar qanaqa qilib eng qashshoq davlatdan dunyodagi eng boy mamlakatga aylangani to'laqonligicha ko'rsatilgan. $434 million bilan qurilgan Qatar Milliy muzeyini bugun birgalikda ko'ramiz. Bino 539 ta ulkan diskdan tashkil topgan va har bitta disklar dunyoning eng olis texnologiyalari bilan jihozlangan. Dizayn viqomi cho'lguli, ya'ni desert rose. Bu faqat qattiq joylarda o'sadigan fenomen va Qatar ramzi deb hisoblanadi. Muzey ichida 11 ta galereya, kinoteatr, ovozli installyatsiyalar va 360 graduslik video zallar mavjud. $7 evaziga siz ham tarixni ichida yurgan bo'larmidingiz? Kommentariyada javobingizni kutaman. Qadimda mahbuslarni qanaqa qiynashgan? Ko'rishinglar mumkin. Men shunaqa narsalar mumkin emas kirish, lekin harakat qilaman ko'rsatishga. Tapochkalari taxtada nimada bo'lgan deb o'ylaysizlar? Mana mana akamiz. Mana qaranglar, hozirgi paytdagi qamoqxonalar menimcha lyuks komfort sharoitda bilan oldi. Aynan mana shunaqa qiynashganda, mana nima uchun kerak bo'lgan? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ortimdagi turgan bino bu masjid. Ya'ni Sheyx Faysalning uyida qurilgan, qiyshaygan masjid. Ko'rishinglar mumkin, hattoki minorasi va binoni o'zi ham qiyshaygan holda qurilgan va ichiga kirsangiz, darvozalari deysizmi, romlarimi, devorlarimi, minbarmi, hammasi qiyshaygan holda qurilgan. Xullas, bu joy Qatarning Doha shahrida joylashgan. Sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, sizning eng zo'r hamkoringiz Qaynoq tur va Behamat so'klari bo'ladi. Tanlovda adashmang. Mana shu opamiz, mana shu kravatda yotganlar. Mana shu oynada sochlarini to'g'irlaganlar. Mana bu yerda narsalari turgan, mana bu yerda bolalari yotgan va buni hammasini Sheyx Faysal o'zini muzeyida birlashtirgan. Men nimaga qoyil qoldim? E'tibor bering-da aka, hamma narsa qo'l mehnati. Qarang. O'sha paytdagi ustalar shu darajada mukammal ishlaganda, yoki hozirgi ustalarga o'shanaqa summadagi pullarni bersangiz agar bundan zo'r ishlaydimi? Ishlaydi. Shunaqa taxminlar bor. Qatarda umumiy polniy neft qolmasa ham, aynan shu muzeydagi narsalarni tashqariga sotsa, butun Qatarga puli yetadi deyshadi. Men bu darajada deb o'ylamagandim. Muzeyga hattoki samolyotni ham kirgizgan. Haqiqiy samolyot bu. Mana. Bu esa Qatar neft topishidan oldingi holati. Qatar hozirgi kunda bilasizlar, dunyoning eng boy davlati. Taxminan 45 yil oldin butun Qatar mana shu holda bo'lgan. Insonlar mana shunaqa yurishgan. Lekin samolyotga bechib ketdim. Bu yerda retro mashinalarni ko'rsanglar bo'ladi. Biraz davom etamiz. Videolar qiziqarli bo'lyapti. Yozib yuboringlar kommentariyada. Buni qaranglar, hozir mana nima qiladi. Hop. Okay, now. Qani. Hoppa. Ana endi opani qaranglar mana. Hoppa. Buni qarang, ba'zi marojniy emas, emotsiya sotyapti-da. Narxi ham rostdan qimmat. Qaranglar, faqat mahsulotni emas, o'sha mahsulotni podachasini qilyapti, xarid qilayotgan odam emotsiya olyapti. Xohlagan narxini qo'yadi, shunda. Haqiqiy biznes mana shunaqa bo'ladi. Bir inson butun tarixni sotib olgan.
Bu hazil emas. Bu Sheyx Faysalni muzeyi. Bu joyda 15 mingdan ortiq eksponatlar bor. Qadimiy qo'lyozmalar, hattoki Usmoniylar xazinalari ham. Retro mashinalar, qadimiy binolar, to'g'ri eshitdingiz. Hattoki bu muzeyda binolar ham bor. Narxi 15 million dollardan oshadigan gilamlar va bahaybat Qur'on kitoblari ham bor. Bu joy klassik muzey emas. Bu bir insonning dunyo bo'ylab to'plagan tarixi. Video sizga yoqqan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying. Bundan keyingi videolar bundan da qiziq bo'ladi.